Təvərik maqal təmsillər. Kiçik dostlar, əmdi anlaydıqınızla Səbiylər Dünyasının Təvərik maqal təmsillər səhifəsi. Mən bu səhifədə sizlərə hər həftə Uyğur maqal təmsillərindən birini sözləb vermən və mənasını yeyib vermən. Sizlərni hər həftədə ata-bovalarımızdan təvərik qalğan öşməz maqal təmsillərimizdən birini öyrənib alğan bolsizlar. Səhifəmizni başlashdan avval mən sizlərə maqal təmsil to'g'risida azroq tushuncha beray. Maqal təmsillər xalq eğiz ədebiyyatının xalq ichiga keng tarqalgan, cho'nqur ma'noga va uzun tarixga ega bo'lgan bir turi. Xalqning uzun tarixiy taraqqiyot jarayonidagi turmush tajribalari bilan beshidan kechirgan sarguzashtlaridan xulosalangan, xalqqa o'yga ibrat bo'ladigan aql o'rgatguchi ahliya so'zlar maqal tamsil deb ataladi. Maqal tamsillar turmushdagi turli hodisalardan hosil bo'lgan tajriba saboqlarning xulosalanishidan maydonga kelgan bo'lib, bir necha kishining ijodiyati bo'lmasdan bir butun kollektivning tafakkur mahsuli bo'lg'achqa, uning mantiqligi bir qadar kuchli bo'ladi. Shu uni hikmatli so'zlar yoki ahliya so'zlar deb atashqimi bo'ladi. Yaxshi tuzilgan maqal tamsillarda so'zlar shunchalik ixcham ham jipslashgan bo'ladi. Uning tarkibidagi biror so'zni elib etishga yoki qo'shib qo'yishga, almashtirishga bo'lmaydi. Masalan, haq egilar sunmas. Yosh to'kkicha musht to'k. Pul topqicha aql top degan maqollar ana shunday mukammal tuzilgan maqollardir. Kichik do'stlar, Uyg'ur xalq maqal tamsillarini cho'qim to'g'ri o'rganishimiz kerak-kana? Kichik do'stlar, endi bu haftadagi Uyg'ur xalq maqal tamsili bilan tanishib chiqamda? Undaq bo'lsa, diqqat qilib anglanglar. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Bu maqolda xalqning xizmatini qilish uchun avval ota-onaga hurmat qilish kerakligidan iborat bir yaxshi nasihat o'z-o'zidan ifodalanib turibdi. Endi hammamiz birlikda yana bir qatim takrorlandik. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Kichik do'stlar, bu maqolda xalqning xizmatini qilish uchun avval ota-onaga hurmat qilish kerakligidan iborat bir yaxshi nasihat o'z-o'zidan ifodalanib turibdi, shundaqmi? Undaqda bu maqolni esingizda saqlab olinglarmi? Keyingi haftalik maqol tamsillarimizni anglashdan burun bu maqolning ma'nosini yaxshi tushunib, esingizda saqlab olinglar. Bulamda? Chunki bu maqol tamsillar bizga bir umr hamroh bo'ladi.